Alloh taolo bir oyatida aytadiki: "Fabima rahmatin minallohi linta lahum va law kunta fazzan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik." Allohning rahmati bilan sen ularga, ya'ni sahobalarga o'ta yumshoq muomalada bo'lding. Agar qo'pol bo'lganingda edi, atrofingdan qochib ketishardi deydi. O'ylab ko'raylik. Sahobiydek odamlar ummatning eng yaxshi odamlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdek sayyidul anbiya bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallamdek odam oldidan qochib ketishardi. Alloh guvohlik berib aytayaptiki, qochib ketishardi. Endi bizni qo'yavering endi. Bizni atrofimizdan batari qabul qochib ketadi ular. Agar biz ular bilan yumshoq muomalada bo'lmasak, agar biz qo'pol bo'ladigan bo'lsak, qayerdan ular bizdan ilm olsin? Ilm muhabbat bilan olinar ekan. Ilm yaxshi ko'rganingizdan olasiz, singadi shu ilm. Yaxshi